Va hurmatli mehmonlar, bizda yana bir spikerimiz bor. Ko'pchiligimiz bilgan O'zbekistondan, nafaqat O'zbekistondan, butun dunyo bo'ylab bizlarga Koreyaga biza yeyishimiz mumkin bo'lgan, iste'mol qilishimiz mumkin bo'lgan mahsulotlarni olib kelayotgan World Food, Safo, Caliber Trading va Global Service kompaniyalari hamkori Qambar aka ham bugun bizlar bilan sahnaga taklif qilib qolamiz. Assalomu alaykum. Sizlarni ko'rganimdan xursandman. Ukam hozir qisqacha tanishtirib o'tdilar. Yana boshqatdan tanishtiraymi o'zimni? Men 2005-yil Koreya davlatiga ishchi migrant vizasi bilan kelganman va 2010-yilgacha har xil sohalarda ishlab, 2010-yildan keyin o'zimga ko'plab savollar berib, o'zim bilan urushib tadbirkor darajasiga chiqishga harakat qilganman. Va birinchi xatom ustim ko'rmagan, ustozi bo'lmaganligi uchun bugungi darajaga erishishga 10 yildan ortiq vaqt yo'qotganman. Ustozim bo'lmaganligi uchun. Bugun o'ylayman, sizlarda bunaqa imkoniyat, vaqt bor. Bizlarni 20 yillik bosib o'tgan yo'limizni sizlar 1 yil, 2 yilda erishishga imkoniyat bor. Faqat eng muhimi bitta kamchiligimiz bor, eshitish qobiliyatimiz yo'qligi. Eshitish deganda biz faqat shunchalik tovushni qabul qilish emas, o'shani mazmunini chaqib, o'zimizga, xarakterimizga, xulqimizga idrok qilishimiz. Xullas, mana shu oxirgi 10 yillikda biz mana hozir ukam aytib o'tgan bir nechta loyihalarga asos soldik. Endi ular haqida gapirib o'tsak ko'p vaqt yo'qotamiz va bugun men hozir Inchondan keldim. O'tgan galam kelganimda qisqa vaqtda keldim, samolyotda 1 soatda keldim. Bu gal yana ko'zni quvontiradi. Mana sahnada bolalarimiz ko'pchilik, sekin-sekin yig'ilishyapti. O'z ustida ishlashga qiziqqanlar ko'pchilik. Har doim bu ko'zni quvontiradi. Demak, o'zbegimni farzandi to'g'ri yo'nalishda. Mana shu har doim meni sahnaga chiqqanimda xursand qiladi. Xo'sh. Men hozir yana 4 soat, 5 soatdan ortiqcha mashinada keldim, oilam bilan kelganim uchun, sizlar bilan diydorlashish uchun. Yo'lda har doimgidek savol beraman. Men bugun nima haqida gapiraman? Bu bolalar istagan savoliga ChatGPTdan javob oladigan bolalar bo'lsa, har doim shu. Masalan, sizlar aytishlaringiz mumkin, aka tadbirkorlik haqida, yangi keyslar haqida gapirib bering deb. Lekin o'ylaymanki, bugun yangi bo'lgan, biz o'zimiz o'rganib yo qo'llayotgan keyslarimiz, siz tadbirkor bo'lgunizcha bu xuddiki bugun qanaqa telefon bor? iPhone nechisi chiqqan hozir? 17 mi? Hozir men sizlarga 14 haqida gapirgandek bo'ladi-da. Uni 14 mamlaqa funksiyalari bor, mamlaqa funksiyalari bor desam, siz tadbirkor bo'lguncha bugun men gapiradigan instrumentlar, keyslar eskirib qoladi. Shuning uchun tadbirkorlik haqida gapirmoqchi emasman. Agar keyinchalik yana qiziq bo'lsa, qaysidir yo'nalishda savolga imkon qadar o'z tajribamdan kelib chiqib javob berishim mumkin. Bugun men aytadigan narsa sizlarni kutadigan, kelajakda kutadigan, keling sal qo'polroq bo'lsa ham muammolar haqida gapiramiz. U muammolar nima? U muammolarni men shaxsan hozir o'zim ko'ryapman. Yosh talabalar bilan murosa qilganimizda, ishga olganimizda va boshqa umumiy boshqa loyihalar tuzadigan paytimiz, gaplashadigan paytimizda asosiy bizda nima deydi? Keling madaniyat deb aytaylik. Madaniyatimizda o'zimizga to'siqlar bor. Keyin o'sha mas'uliyat so'zini chuqur ma'nosiga yetmasligimiz, ozgina mana shu minus tomonlarimiz bor. Men mana shular haqida ozgina sizlarga gapirib o'tmoqchiman, chunki men yoshlar bilan hozir ishlaydiganimda eng qiynaydigan o'sha bolalarda ko'radigan narsam muammo shu, ertaga siz ham shu narsa bilan to'qnashmang. Yangi korxonaga kirganingizda o'sha korporativ jamoani ichida tez nima deydi, slivatsiya qilib ketadi, qo'shilib ketish. Biz yangi korxonaga kirganimizda masalan, endi qiz bolalarda bo'lmasligi mumkin, o'g'il bolalarda o'sha umumiy kulturaga ozgina e'tiborsizligimiz, subotnik bo'ladimi yo o'sha korxonada o'sha choy, kofe boshqalar qo'yilgan, u korxonaniki. Kimdir alohida o'zin narsasini qo'ygan bo'lishi mumkin. Biz mana shu yoqlarda vроде elementar narsa, lekin bizni bahomizni, nima deydi, balimizni tushiradi. Korxonada. Shu narsaga men ko'p ko'ryapman shu kamchiligimizni. Keyin boya boshida aytganimdek, o'sha eshitish qobiliyatimiz yo'qligi,
suhbatlashganda eshitmayapmiz. Nima haqida gapiryapti? Vro'di aqlli ko'z qarash qilib turamiz. Ha, to'g'ri gapiryapsan deb. Lekin nima haqida gapirdim desak, qaytara olmaydi. Ma'lumot yo'q, qabul qilish yo'q, xayol boshqa joyda. Chunki bizni hozir nima qilyapti? 15 sekundlik reelslar boyagi Instagramda bizni toqatimizni o'ldirib qo'ygan o'sha. Toqatimiz yo'q bir kishi bilan 10 minut gaplashishga. Bu albatta o'zimizni delovoy suhbat eshitmaymiz. Chunki men uni nimaga aminlik bilan gapiryapman? Hozir men bilan ishlaydigan bolalarni o'zimiz shogirdlarimiz desak, bugun gapirib turgan narsamni eshitdingmi desam, ha deydi, bir pasdan keyin boshqa ish qiladi. Uni eshitmagan bo'ladi. Men shundan kelib chiqib, har bitta gapimda harakat qilaman o'z tajribamdan kelib aytishga. Shuning uchun bugun biz nima qilishimiz kerak? Bugun biz men eng ko'p savol beradigan savolim yoshlarga ish paytida endi nima qilay, ustoz xarakterim shunaqada deydi. Men yoshlikdan ko'p bitta savol beraman. Xarakterim shunaqa degan odamga uni tuzatib bo'lmaydimi deyman. Ha, yo'q, shunaqa deydi. Bu xaraktering qachondan beri bor? Bolaligimdan beri bor. Xo'p. Sen 14 yosh yo 15 yoshdagi kiyiming esingdami? Eslagan taxmin, ha. Bugun shuni kiya olaysanmi? 3 ta sababi bor kiymasligingni. Razmer to'g'ri kelmaydi, eskirib qolgan. 3-inchisi modaga to'g'ri kelmaydi, yoshimizga to'g'ri kelmaydi. Shunaqami desam, ha deydi. Nimaga xarakter 15 yoshdagini hali ham olib yuribsan? U ham to'g'ri kelmaydi, u ham yarashmaydi. Qiladigan ishing o'zgartirish kerak, to'g'rimi? O'sha formani, imijni, kiyimni, xarakterni o'zgartirish kerak. Bizga bugun mana bu chet elda turgan talaba ukalamizga 18 yoshimizgacha, 20 yoshimizgacha mana shu davlatga kelguncha ota-onamiz imkon qadar o'zlaridan kelib chiqquncha tarbiyani, madaniyatni berdilar. Bugun biz mustaqil hayotdamiz. Mustaqil hayotda biz nima qilishimiz kerak? Yana shakllanishimiz kerak, yana o'zgarishimiz kerak. Faqat yaxshi ma'lumotlar olishimiz kerak. Ko'pchilikda birdaniga men naqib tushuntiraman, tadbirkor chiroyli uyda turibdi-da. Chiroyli bir uyda o'tirgan bo'lsa, aka, men ham shunaqa chiroyli uyda o'tirmoqchiman. Buni dizaynni kim qildi? Men ham shunaqa chiroyli joyda o'tirmoqchiman deydi. Ya'ni dizayn deganda malyar bo'ladi-yu, uyda remont qiladigan. O'sha remontini so'raydi. Men qanaqa misol tariqasida aytayapman. Chunki savol aslida qanaqa bo'ladi? Instagramdanmi, boshqa joydami, aka, nima biznes qilsam bo'ladi deydi. Eng ko'p menga beriladigan savol. Men Koreyadaman yo O'zbekistondaman, nima biznes qilsam bo'ladi? Shuning uchun aytayapman, kimdir chiroyli joyda o'tirganini ko'rsak yo chiroyli mashinada ko'rsak, biz o'sha yerda bo'lgimiz keladi. Chiroyli imoratni malyarini so'raymiz. Kim bunaqa dizayn qilib edi? Men ham o'tirmoqchiman yo chiroyli divanni. U imoratni betonni so'ramaymiz. Mustahkamligini, u tom qanaqa yopilgan, davor nimadan, pishig'ishdanmi, xong'ishdanmi, paxsadanmi, uni so'ramaymiz. Sirayzo dizaynga o'tamiz. Vaholanki imorat betondan boshlanadi. Bugun biz o'sha fundament quradigan holatda turibmiz. Birdan tom yo malarka haqida o'ylamaylik. Aka, bu imoratingizni malarkasini kim qilib bergan? Men ham imorat yo'lida turibman. O'sha imoratni malari kerak menga. Ukam, sizga malar emas, sizga hali beton qoradigan kerak desangiz, yo'q, menga malar kerak deydi. Hali yo'l bor. Islomda ham birinchi amallarimiz nima? Bu sabr. Sabrli bo'laylik bolalar. Men bu gaplarni bejizdan aytmayapman. Aynan menga ko'proq kelgan savollar. Men nima deb javob berishimni bilmayman, chunki qanaqadir javob bersangiz, ha bu baxillik qilyapti deydi. Bu deydi hozir o'ziga nima deydi, raqobatchi qidirmaslik uchun baxillik qilyapti deydi. Bu bozor katta, bemalol. Biz egallab turgan bozor Koreyani 1% ham emas. 0.01%. Biz egallab turgan bozor bemalol hamma qilsa bo'ladi. Shuning uchun biz hali aytmoqchi bo'lganim, umumiy gapimiz shoshmasdan qanaqa kasb egasi bo'lamiz, mana shu yerda o'tirganlarimiz noma'lum. Hammamiz har xil kasb egasi bo'lishimiz. Shart emas hamma tadbirkor bo'lishi. Zo'r qimmat kadr bo'lishimiz mumkin. Bugun tadbirkor o'zi hech narsa qila olmaydi. Yaxshi tadbirkorni vazifasi nima? Kim biladi? Yaxshi vazifasi tadbirkorda. Men aytsam aytaman sizlarga. Ayting. Boshqarish yaxshi. Nimani boshqarish? Yashaylar, to'ppa-to'g'ri. Mana shu yerda o'tirgan odamlarni bir-biriga jamlab, keraklik
ovqat pishirganda ham kerakli ingrediyentlar kerak-ku. Mana shuni yig'ib, kerakli kadrlarni boshqarish. Tadbirkor sizlarsiz hech kim emas. Hech narsa qila olmaydi. Bugun zo'r kadrlar kerak. Shuning uchun biz fundamentda turgan odamlar qanaqadir kasb egasi bo'lishimizdan qat'iy nazar fundamentni mustahkam qilishimiz kerak. Ya'ni bu o'sha kultur, madaniyatga e'tibor berishimiz kerak. Birinchi, har doim aytadiganim shu madaniyat, chunki og'riqlik tomonim shu. Bizda mana qadimiy tariximizda juda chiroyli aytilgan ota-bobolarimiz madaniyatga e'tibori. Oxiriga kelib ozgina anaqa sayoslashib qolyapmiz-da. Chunki har bitta korxonaga kelganingizda bizani qo'pol qilib aytganda nima qilamiz? O'zimizni sotamiz, to'g'rimi? Ya'ni keldik, o'tirdik, borimizni aytamiz. Qo'limdan mana bunaqa narsalar keladi, narxim mana shu. To'g'rimi? Lekin o'tirish-turishimizda, suhbatimizda nimadir yoqmasa, sekin meni sherigim yo men aytishim mumkin-ku. Chunki men bu bilan ertaga bitta kabinetda o'tirishim kerak. Buni xulqiga qarab, men buni orqasidan tozalab beramanmi? Yo'q, bu o'tirsa telefonda baqiradi, boshqa qiladi, bir kulturasi yo'q, madaniyat, o'sha telefonda gapirish madaniyati yo'q. Zo'r hunari kadr bo'lsa ham, madaniyati bo'lmasa, xayrlashlar, eshik orqasidan yopiladi. Bugun shuning uchun qaysidir kasb tanlashdan tavsiya qilmasam ham, eng asosiy sizlarga mana endi boya aytganimdek 5 soat yurib keldim, nimadir qoldirib ketish kerak bo'lsa, shunchaki motivatsiya berib ketish emas. Undan foyda yo'q. Boya aytganimdek eskirib qoladi. Faqat ham iltimos, ham sizlarga bitta yaxshi aytadigan narsam, shaxs sifatida rivojlanishga ko'proq e'tibor beraylik. Boshqa kasb, unisi u ikkinchi darajalik narsa. Bugungi kunda biz ko'raylik, universalniy soldat bo'lishimiz kerak. Men shaxsiy hayotimdan kelib aytaman, boshlanishi umuman boshqa odam bo'lgan, o'rtalarga bir nechta kasb almashgan, bugun qarayapman, mana hozir meni asosan Global Service kompaniyasi orqasidan tanishadi. Koreyada distributsiya bo'yicha eng katta kompaniya. Ya'ni inostranslar bo'yicha. O'shanga asos solgan odam bo'lib, ko'pchilik o'sha orqali taniydi meni. Lekin menga o'sha bugun u qiziq emas. Menga qiziq emas. Men bugun o'sha boshqa tomonga qarayapman. Chunki videniya bu, ya'ni ko'rish bo'lgan o'sha zamonasida buni bozori bo'sh bo'lgan. Buni oyoqqa turg'azib, mana bir nechta odamni, mana hozir sheriklarimiz aynan ish o'rni haqida gapirdilar. Menimcha men kech qolib keldim. Koreyada ish o'rinlarini yaratdik, masalan. Yaxshi bo'ldi, rivojlanyapti, ish bo'layapti. Endi zerikyapman bu yoqda. Men bugun boshqa bozor ko'ryapman. Boshqa bo'shliqlarni ko'ryapman. Hozir mana oshxonam bo'lsa, misol, eski mavzuda Instagramga kirsangiz, faloncha rayonda falon oshxonaga oshpaz kerak. Oshpaz bormi? Yo'q. Muammo. Yo'q kadrda u. Bugun yaxshilab o'ylab qarasa, shunaqa yaxshi biznes topsangiz, mana qancha kadr. Bular oshpaz emas bular. Bular zo'r kadrlar bular. Bular olov bular. Bular hozir barmog'ingni ko'rsatsang, qo'ling ham tishlaydi. Shunaqa energiyalik bolalar. Bular bilan ishlash kerak. Bo'ldi, endi u zamonlar o'tdi. Endi bu bozorga bularga nima qilib berish kerak? Bular qidiryapti. Ishga tayyor, lekin hozir 10 yil, 20 yil mabda yurgan o'sha deydi. Chaqirsang, bu yoqqa kel o'zing deydi. Ular bilan ishlab bo'lmaydi, u kech bo'ldi, o'sha ularni poyiz o'tib ketdi. Bugun shuning uchun yangi zamon. Bu gaplarga nimaga aytyapman? Universalniy soldat bo'lish kerak degan shaxsan o'zim misol qilib aytyapman-ku, bugun zamon o'zgaryapti, men o'sha tomon qarab siraz o'zgaraman. Yangi bozor ko'rdimmi? Masalan, Begzod akamning sohalari IT sohasida. Men shu sohaga sekin ITni A harfini ham bilmayman hozir ham. Lekin menga qiziq bo'lyapti shu narsa. Qarasam, bozori bo'sh, kadrlar ko'p, talabam bor. Bolalarni birlashtirib, mana hozir ukamiz aytdilar-ku, tadbirkorning vazifasi birlashtirish. Birlashtiribdi, endi ular gapirsa bir bolaga ham tushunmayman. Ha, aqlli ko'z qarashda o'tiraveraman. Ha, to'g'ri aytyapsizlar. Keyin oxirida umumiy qilib menga o'zbekcha qilib aytma dedi, hozir deyman. O'zbekcha qilib aytadi, lekin shu davrada borman. Men universalniy soldat. Ertaga boshqa soha bo'lsa, yana o'sha jamoani yig'ib, men o'sha sohani to'liq o'rganishim kerak emas. Faqat zo'r kadrlarni topaman-da, yig'aman, bo'sh bozorni ko'rsam, bozorga manfaat beraman.
bo'sh bozor ko'rishimiz ham shudanki, bugun o'zimizni muammolarimiz nimada? Har doim aytaman, biznes bu muammoga yechim. Muammoga yechim. Oshxona magazin ochish emas, u muammoga yechim emas u. U bezor bo'lgan odamlar undan o'zi. Muammo mana talabada muammo bor, menda muammo bor, boshqada muammo bor. Ana shu muammoga yechim topa olsak, mana o'sha biznes. Qiyin. Qiyinligi uchun ham hech kim qilmayapti. Aynan siz o'sha qiyinligi uchun qiling shuni. Yaxshi jamoani olib o'sha muammoga yechim toping va bozor sizniki, bozor bo'sh. Biz to'la bozorga doim intilamiz. Har doim telefon qilib yo internetda yozishadi. Yana ikkinchi savol, aka, ozmuncha pulim bor, o'zbek oshxona ochmoqchiman, yo'qda do'kon ochmoqchiman. Qayerdan ochasiz? Falon joy yonda bormi? Men qilma demayman. Bo'sh joy bo'lsin, kimgadir muammosi yechsin. Mana bitta rayonda talabalar ko'pchilik bor, lekin do'kon yo'q. Internetdan chaqiradi, boshqa qiladi, pochta pul beradi. O'sha yerda bilsam, "Yo'q" deydi, "Falonchalarni bilasizmi?" deydi. "Ha, bilaman. O'sha yerdan ochaman." Nimaga endi borib uni ko'zini cho'qmoqchisan? "Ha, ochmoqchiman." Nimaga? Sen ochgandan keyin sen do'koningga odamlar kirish kerak, boya uchta eski do'konga kirmasin, senga kirish kerak. Nima sana afzalliging bor? Bilmayman. Bo'sh bozor bilan to'la bozorni bitta men boshqacha misolda keltiraman, yaqqol tushunib olasizlar. O'zbek tilida nima deydi? Yirtqich hayvonlar bo'ladi, ovchi. Yirtqich hayvonni ovchisi qaysi bo'ladi? Birinchi borib shu ov qilib ushlaydigan yo'lbars misol. Yo'lbars ushaganda nima qiladi? Qiynalib, poylaydi, kutadi, o'ljani quvib ushlaydi, to'g'rimi? Go'sht yeydi, yaxshi joylarni yeydi. Undan keyin kim keladi? Ikkinchi keyin ana u shog'illar keladi. Ular qolgan lashushlarni yeydi. Uchinchi keyin anaqa burgutga o'xshagan lashxo'r bor, xunuk mavjudot, qush. U kelib suyaklarni keyin kamiradi. Biz 3-4 bo'lib agar biznes ochadigan bo'lsak, mana shu lashxo'rga o'xshaymiz. O'sha suyak qoladi bizga. Qo'pol bo'lsa ham yaqqol misol. Go'sht yeyish kerak faqat. Go'shtni yedingiz, anaqa steyklarni uzib oldingizda bo'ldi, sekin qayrilib keting yoqdan. O'sha mana hozir biz aytgan o'sha Global Service bormi, Kalibr bormi, o'sha Safo brendlari bormi? Qildik. Cho'qqiga chiqdi, kimlardir foydalanyapti, endi sekin bor boshqa joy ishingni qilavering. Yana ovchi, tadbirkor ovchi. Yana qidir. Yana o'lja. Lashxo'rlik qilmash kerak. Kimdir 2-3 do'kon turgan bo'lsa, o'sha yoqqa borib tiqilmash kerak. Boshqa ish qilish kerak. Bu kelajakda sizlarga bosh qotirmasliklaringiz uchun aytayapman. Ko'p savol bo'ladi. Do'kon ochmoqchiman, sizlardan mahsulot bemalol mahsulot beramiz. Bizdan tashqari yana hozir 5 ta bo'lsa kerak korxona shunaqa kompaniyalar bor. Ularni ham nomerlarini beraman. Qancha tavsiya qilsak bo'lsa beraman, bemalol. Lekin vaqtingizga, sarflagan pulingizga rahmingiz kelmaydimi? Qilmanglar emas, xohlagan tadbirkorlikni qilinglar. Faqat vaqtlaringizga, yo'qotgan o'sha energiyalaringizga arzisin. Ana shunaqa. Bu endi tadbirkorlikka o'tib ketdik. Boya o'zi shaxs rivojlanish haqida gapirmoqchi edik, tadbirkorlikka o'tib ketdik. Shu ota-onamizdan olgan 18 yoshgacha bo'lgan ta'limimizni qayerdadir ota-onamiz noto'g'ri tarbiya bermagan, lekin Sovet ittifoqdan kelib chiqqandan keyin baribir qayerdadir bugungi zamonga to'g'ri kelmaydigan joylari bo'lishi mumkin. Shularni to'g'rilab, bugun o'z ustimizda faqat ishlaylik. Faqat shaxs sifatida kitoblar ko'proq o'qiylik. Ko'proq kitob o'qiylik. O'sha kulturani o'rganish uchun. Ana undan keyin kerak bo'lsa mana bizani o'tgan yil shunaqa holat bo'lgan, 2 ta talaba ukamiz keldi. Menga u bolalar shunchaki o'zi yoqdi. O'zi ayrim xulqlarida qo'ldan hech narsa kelmaydi. Hech qanaqa kasb egasi emas. Lekin o'zi zo'r. O'sha o'tgan yili shu bolalar yozdi, yana 1-2 ta bolalar yozish boshladi. Men endi mediada, aynan Koreya mediasida videolar qo'yish boshlagan paytim shogirdlikka oling,
unday degan paytlari bitta o'sha bolalar ham yozgandi. Bitta video ham qo'yuvdim. Yana takror aytaman shu narsani. Doim biz kimgadir murojaat qilganimizda berdim murojaat qilamiz. Aka, ishga oling. Ishga olish men uchun muammoda bu. Uni qayerda joylashtirishim kerak, qanaqa kasbi bor o'zi, uni vizasi qanaqa, uy-joyi bormi? Ya'ni biz har doim ber deymiz. Ber deydigan odam yomon odam, yoqtirmaydi hech kim. Nima qilishimiz kerak? Antonimi bor, beraman. Tadbirkorgami, любой odamga beruvchi odam qiziqadi. So'ragan odam emas. Bu gap yana o'sha o'zimiz madaniyatimizga, o'zimiz shaxs sifatimizga qaytib keladi. Nimaga deganda, siz menga telefon qiladigan bo'lsangiz, aka, men agar sizni korxonangizga kelsam, korxonangizni mana shu ishlarni bajara olaman. Savdoingizni mana shu darajaga ko'tara olaman. Men shunaqa hunarim bor, shunaqa bilimim bor. Qolgan narsani sizdan o'rganaman deb oxirida aytib qo'yadi. O'zingizni xohishingizni aytmang. Manfaat berishingizni ayting. Mana bu ishlarni qila olaman. Telefonda yo xat yozib, ishga oling, men chekicha hayda olaman, boshqa qila olaman, mashina hayda olaman. Unaqa odam ko'p. Unaqa odam ko'p. Siz kompaniyaga bir tiyin bo'lsa ham baland hozirgi holatdan ko'tarish haqida ma'lumot bering. Qayerga ishga bormasangiz ham, men kelsam, sizni ishingiz mana shu darajaga o'zgaradi. Men bunga aminman. Borguncha shu ustida ishlang. Kimgadir taklif bilan chiqadigan bo'lsangiz, harakat qiling unga qiziqarli bo'lishga. O'zingizni qiziqtiradigan gaplarni gapirmang. Unga qiziqarli bo'ling. Hamma vaqt shu antonimni ishlatish kerak. To'g'ri, bizga kerak, lekin biz unga kerak bo'lib ko'rsatishimiz kerak. Men mana buni beraman sizga deb. Men siz bilan yoningizda paydo bo'lib qolsam, hayotingizda mana bu narsa o'zgaradi, mana bu narsa o'zgaradi. Eng ko'p bizning xatomiz ber. Bo'lmaydi u bilan. Hech kimga qiziq emasmiz. Beraman, hayotingizni o'zgartiraman. Uning uchun nima qilishimiz kerak? Boya aytdik-ku, bozorda bu dunyo bozori bu, bozorda biz hammamiz nima qilamiz? Hattoki qiz bola bilan uchrashuvga chiqsak ham bu o'zini sotish. Ya'ni yaxshi tomonlarimizni ko'rsatamiz, to'g'rimi? Uni qorinlarni tortib, gavdalarini chiqarib, chiroyli bo'lib o'zimizni. Qiz bola ham shuni ispo chiroyli bo'lib o'zini yaxshi tomonini ko'rsatadi. Bu dunyoda qayerga bormasak, o'zimizni yaxshi tomonlarimizni taklif qilamiz, sotamiz. Demak, o'sha o'rvinimizni ko'tarishimiz kerak. Bu o'rvinda asosiy ko'taradigan narsa takror aytaman, shaxs o'zi. Kasbi qiziq emas. Kasb ikkinchi darajalik. Shaxs o'zi. O'zimizni ko'tarmasak, biz nima deydi, yuvelir tillokor qilib foydasi yo'q u narsani. Bir o'tgan yil shunaqa holat bo'ldi kompaniyamizda. Endi katta kompaniyaga ko'chib o'tganmiz. Men o'sha paytda operatsion direktor lavozimida ishlayman. Sklad bolalari bilan ekspeditor haydovchilarni ekspeditor deyishadi. Ekspeditor haydovchilar bir joyda o'tirib qolganda, men shunaqa sabrani o'tkazayotdim. Ekspeditorlarni bonuslari haqida gapirdik. Skladga yangi kelgan bolalar bu narsalarni eshitib, keyin ertasi kun yo o'sha kun kechqurunmi meni oldimga kelyapti 5 kishi bo'lib. Endi qanaqadir zabastovka naqasida, tonida. Ular hamma russkiy yezishni ular, aka, biz anaqa qilmoqchimiz. Oyligimizni ko'tarasiz, bo'lmasam ketamiz. Xo'p. Mayli, shoshmasdan ishlayapman. Sabab nima bo'ldi? Mana biz majlisda eshitdik, оказывается, nima deydi? Ekspeditorlarni bonuslari ko'p ekan. Bunaqa narsaga bonus bor ekan, bunaqa narsaga bonus bor ekan. Xo'p, u narsalar o'ziga yarasha ko'rib chiqilgan. Ularni xavf bor, o'ziga yarasha, qiyinchiligi bor. Endi ular hammasini senga aytib bersam, miying charchab qoladi, yo sig'may qoladi choynigingga. Shuning uchun seni nima uchun oyliging ko'tarishim kerakligini sababini ayt. Yo'q, bizga ham biron qanaqa bonus bo'lish kerak edi. Mayli. Har bitta davlat, har bitta korxona, har bitta ishimizni soatini, sekundini, hisobotini olgan. O'zidan o'zi narx chiqarilmaydi hech qachon odamga. Men aytdim, xohlasang, mana ofisda ish bor. O'sha payti skladkalarning ishi adashmasam 2,5 million atrofida-da. Ma'qul emas. Aytdim, tepaga chiq, 5 millionlik oylik bor. 20 yoshlar, 25 yoshlar qizlar ishlayapti ofisda, 5 million oylik oladi. Chiqsin ham.
Nima qilaman? Bilmayman, borib so'raqani. Kompaniyaga qanaqa manfaat beryapti-ku, unga bunaqa pul beryapti. Sen qanaqa manfaat beryapsan? Tushuntira olmadim. Keyin oxiri tushuntirish boshladim. Menga qara. Sen bugun qiladigan ishing boshqa ko'chadan olib kelsam nech pulga qiladi? 100 mingga qiladi. Unaqa zo'r vajni ish emas ekanmi? Yo'q. Kallang zo'r vajni emas ekanmi? Yo'q. Bozordagi narxing ko'rdingmi nech pulligini? 100 ming. Bugungi sani bozordagi narxing 100 ming. Uning uchun mendan xafa bo'lma oyliging ko'tarmaganimga. Uning uchun o'zingdan xafa bo'l. Mana tepada odam o'tiribdi, bozordagi narxi 500 ming. Chunki u shunaqa daromad keltiryapti. Har doimgi savol. Bugun sani o'rningga boshqa odam shu ishni nech pulga qiladi? Bu ko'pchiligimizga taalluqli. Arbaytda ishlaymiz, boshqa joyda ishlaymiz, noliymiz-ku. Kam beryapti deb. Xo'p. Meni o'rnimga boshqa odam nech pulga qiladi? Agar jo nezavinimi unaqa zo'r bo'lsak, mayli narx ko'tarsin. Yo'qmi? Men shu narx bizga ma'qul emasmi? Demak, nima qilaylik? O'zimizni ko'tarishimiz kerak, bahomizni ko'tarishimiz kerak. Kasb bo'yichami, boshqa bo'yichami, hali faqat o'z ustimizda ishlashimiz kerak. Sabr va harakat. Hech kimdan bu dunyoda xafa bo'lmaylik. Eng yaxshi narsa, men qiz uzatgan kunim aynan shu tavsiyani berganman. Qizimga bu dunyoda hech kimdan hech narsa kutma va hech kimdan hech qachon xafa bo'lma. Shunda baxtli yashaysan. Bugun tug'ilgan kuning, sen iPhone 17 kutayotgan bo'lsang, olib kelmasa, gul bilan balkim 200-300 dollarlik podarka olib kelsa, zo'r podarka, lekin sen kutgan narsa bo'lmagani uchun xafa bo'lasan, xarakteringni ko'rsatasan va hokazo. Agar hech narsa kutmaganingda o'sha kuni gul bilan o'sha podarka ko'zingga zo'r ko'rinadi. O'zingni ham xafa qilmaysan. Ammo boya olib kelmagan odam to'pig'i ham chiqmaydi. Podarka berdim, o'zi biladi, xafa bo'lar, yaxshi ketadi deydi. Bir yig'lasa ochilib ketadi deydi. To'g'rimi qizlar? Shuning uchun aynan sizlarga shunaqa tavsiya. Hech qachon hech kimdan hech narsa kutmanglar, umid qilmanglar. Bersa xursand bo'lasizlar. Korxonada ham xuddi shunday. U erkak, ayol hammaga tegishli. Korxonada ham xuddi shunaqa. Hech kimdan hech narsa umid qilmasdan faqat o'zingizga ishoning, o'zingiz harakat qiling. Shaxs sifatida rivojlanish eng asosiy. Yana bitta kichkina bitta hikoyani aniq sizlarga bitta yoritib beradigan qilib aytib beraman. O'zi rus tilida u, men sizlarga shuni o'zbekcha qilib aytib beraman. Umumiy gapimni mohiyati shunda bo'ladi va tugatsam ham bo'ladi. Hatto men kechgacha ham gapiraveraman-da. Xo'sh. Bu o'zi hikoya. Qisqa qilib juda chiroyli aytilgan hikoya. Amerika aeroportlarida birida jurnalist o'tgan qaytgan shoshib turgan odamlardan savol beryapti. Sizni kun davomida eng ko'p jahlingizni chiqaradigan narsa nima deb. Endi kimdir yo'ldagi probkani aytayapti, kimdir siyosatdan, kimdir oiladagi kamchiliklarni ko'proq g'ashini keltiradi deb har xil javoblar olyapti. Bir chetda manax nima deydi? Roqibmi? Roqib turgan ekan. Endi u ham nima deydi? Xudoga ishongan, bu dunyodan uzilgan, din ichidagi bir boshqacha qaraydigan inson. Shundan to'g'ri javob olsam kerak deb jurnalist borib o'sha roqibdan so'raydi. Ustoz, sizni shunchalik bosiq odamsiz. Sizni bir jahlingiz chiqaradigan narsa bormi? Ertadan kechgacha eng ko'p sizni g'azablantiradigan narsa desa, sen kimsan o'zi deydi. Kechirasiz, men o'zim tanishtirish esimdan chiqibdi, men shunaqaman. Bu seni chaqirish uchun isming. Sen kimsan? Men falonchi kompaniyada ishlaydigan jurnalistman. Bu seni kasbing. Sen kimsan? Jahl tonida, men erkak kishiman, ko'rib turibsiz. Bu seni jinsingga ajratadigan nima deydi? Jinsingga ajratadi xullas. Gapim kelmay qoladi. Sen kimsan? deb yana savol beradi. Bu jurnalist jinnim bu odam nima qilish kerak?
xo'p, odamman deydi. Yo, bu mavjudotlar ichida seni shaklingga, umuman odamligingni ajratib beradigan narsa. Sen kimsan? Gap topolmadim, men bilmadim desa, rohib aynan bu dunyoga kelib o'zini kimligini bilmaganlar ko'proq jahlim chiqaradi deydi. Endi hammamizga qiziq-a, o'zi javob nima bo'lishi kerak edi? Labay? Sen bir bandasan. Rohib kutgan javob bu zakotga ham qo'ysa bo'lar ekan, bolalar. Bu men bu dunyoda Alloh tomonidan yaratilganman. Bu dunyoda yaratuvchiman. Missioner. Har bir insonni bu kasbi, jinsi, husni, jamoli, gavdasi, puli har bitta narsadan tashqari shaxs sifatida bu dunyoga kelib oldiga qo'ygan missiyasi bo'lishi kerak. Nimaga keldim? O'zimga mol ajratishga, o'zimga bu faqat bal yig'ishga emas. U ochkolarimiz hech kimga kerak emas. U imoratmi, sonlarda, ya'ni puldagi sonlar, o'rtoqlar, tanishlar, bular hammasi sifralar. Ular emas, o'zimdan keyin nima qoldiryapman? Bu dunyoda meni Alloh yerga missioner bir nima deydi, desant qilib tashagan bo'lsa, demak menga vazifa berilgan. Kimgadir oshpazlik, kimgadir programmistlik, kimgadir tadbirkorlik va hokazo. Yer yuziga nimadir qoldirishimiz kerak bolalar. Umumiy gap shu. Ana shunda biz osonroq bu dunyodagi mantig'imizni topa olamiz. O'shanda biz 1 yillik, 5 yillik strategiyalarimizni tuza olamiz. Kerak bo'lsa umrimiz oxirigacha ham. Hozir bir yopiq kanallarda ko'p joyda ishlamiz. 1 yillik strategiya, 5 yillik strategiya u qiyin masala. Inson bu dunyoda o'zi nima qilib yurganini bilmasa, u qiyin. Aniq oldimizga rejamiz bo'lish kerak. U reja faqat moddiy o'sish emas. U zerikarli bo'lib qoladi bir kun. Cho'qqiga chiqasiz, o'sha yoshlik travmadagi mashina, hovli, orzularga erishgandan keyin boyagi sham o'ladi, chiroq. Hech nega qiziq. Baliga borib kelasiz, davlatlarni ko'rasiz. Nu ishto. 60 ga kirganingdan keyin og'zingda tishing bo'lmasa, go'sht yeganing nima farqi bor? Nima foydasi bor? Chaynaysan, ta'mini tushunmaysan. O'sha nima yo'qda, ta'm yo'q. Ta'm bo'lishi uchun missiya bo'lishi kerak. Missiyada yo'lda har qanday qiyinchilik mazmunli o'tadi. Bugungi kun qiyinchilik, lekin bilaman men erishishimga qadamlar yaqinlashyapman. O'z maqsadimga yaqinlashyapman. Yana ham takrorlayman, moddiy maqsad emas. Qanaqadir urf-odat o'zi bo'lmas, o'ylab topilgan narsalar emas. Bu dunyoga o'sha antonimni ishlataylik, nimadir berish haqida o'ylaylik, o'zi kelaveradi. Biz bu dunyoga berish haqida o'ylaylik. Mayli yomonlar bor, mayli noto'g'ri tushunsin, mayli qilgan ishing noto'g'ri desin, lekin biz bilamiz uni to'g'riligini. Kimgadir manfaatim tegyapti, kimgadir yordam tegyapti. Men bugun 5 soat yo'l bosib keldim. Korxonani hamma narsani chetga qo'yib, kelishimdan huzur qilaman, maza qilaman. Sababi bu meni missiyam. Bu meni shu qoladigani shu. To'g'rimi? Menga bolalar kistamga bir nima qistirmaydi. O'zimdan xarajat qilib kelaman. Lekin zavq bor bunda. Zavq bilan kelaman. Mayli 4 ta odam o'tirsin, 100 ta odam o'tirsin, o'sha meni zavqim. Bolalar qiziqyapti, nimadir olmoqchi. Biz o'zimizni boya aytgan 20 yillik yo'limizni qisqa qilib 1 yil yo 3 oy, 6 oy qilib bularga qisqartirib berish. Bir kun emas bir kun aytgan gaplarim esida qolib, mana shu odam shu gapni aytuvdi, shu mana shu ekanda. Shu bekatdan o'tayotganda mana shu bekat haqida gapirgan ekan, suv bor bu yoqda, sakrab o'tdi degan ekan deb eslasa, bu men o'ylaymanki bu dunyoga bejiz kelmadim. Va meni istagim har birlaringiz aynan mana shunday o'ynashlaringiz. Dunyoga keldik, ota-onamiz nima maqsadda juda katta orzular bilan bizani dunyoga keltirgan. Sekin-sekin bitavoy hayot bizani pastga qarab tortib ketadi keyin. Orzular esdan chiqib, arbay telefon 17 olaman, keyin 18 olaman, keyin qo'shnimni tomidan sal balandroq qilaman, tugamaydi u.
u tomonga qarab ketmaylik. Shuning uchun oliy maqsadimizni har doim oldimizga qo'yaylik. Savol tug'iladi, oliy maqsadni qayerdan bilaman deb. Oliy maqsadni, o'sha missiyani qayerdan bilaman deb. Hobbingizni, yaxshi ko'rgan ishingizni bajaring. Nima qilsangiz, siz soatingizni bilmaysiz. Ketganini. Masalan, men korxonaga kirsam 20 soat o'tib ketadi, o'tiraveraman. Yaxshi ko'rgan ishim bilan shug'ullansam. Yoqmagan joyda 4 soatiga, menga 4 soat bo'lib qimmatga tushyapsan deyman. Rosti? U yoqmaydi menga u. Qaysi ishda sizda soatga ham, og'irlikka ham, qiyinchilikka ham, sovug'iga ham, issig'iga ham qaramaysizlar? Qaysi sohada? Bekzod ertalabgacha o'tiradi. Ertalab bo'lganini ham bilmay qoladi. Yaxshi ko'radi u kasbni. Mana bu missiyasi. Pul bersangiz, mana shu odam qancha bersangiz ham 1 soat ortiqcha o'tirmaydi, agar birov uchun bo'lsa. Maza qilish missiyasi. Men u kun Qudrat aka nima deyim, elchixonada akam taklif qilgandilar. Tashqi ishlar vazirligidan kelgan mehmonlar, aynan Bekzod ukamni o'sha yerda men eslab o'tdim. Bizani missiyamiz bitta deb. Men shu bolani dedim, o'sha yerda mehmonlar o'tirganda, mana bitta ukamiz bor dedim, 80 ta boladan ortiq, 80 ta ortiq bo'lgan. Ana Alloh barakasini bersin, soni ko'paysin. 89 ta bolani masjidda ish bilan ta'minlab, to'g'ri ish bilan arbatga yubormagan ertalab. To'g'ri ish bilan. Men havas qilaman, chunki ikkalamizning missiyamiz bitta. O'zbegimning bolasi mabitda kelib perchatga kiymasin. O'zbegim bu bolasi zo'r kadr bo'lsin, zo'r sportsmen bo'lsin, zo'r tadbirkor bo'lsin, raqobatchi bo'lsin, yo partnyor bo'lsin, lekin perchatga kiymasin. Buni biz bosib o'tdik. Bu xatoni biz qildik. Shuning uchun 20 yil vaqt o'tib ketdi-da. U qo'shnidan balandroq qilgan tomim bugun yana boshqa qo'shnimkidan pastroq bo'lib qoldi. Endi nima qilay? Yana biz boshqadan ko'taraman. Tugamaydi u narsa. Shuning uchun mana shu ukamizni yo'nalishi to'g'ri bo'lgani uchun men kerak shunaqa joylarda turib maqtab, og'zimni to'ldirib havas bilan gapirdim. Havas bilan gapiradi ekan narsa. Sizlarda ham har bittalaringizda mana shunaqa narsa chiqadi. To'g'rimi Qudrat aka? Shu gap bo'ldi. Akamlar har doim bizani mana shuni qo'llab-quvvatlab turadilar. Biz bundan xursandmiz, chunki oldin bunaqa yig'ilishlar bo'lmagan. Mana shunaqa joylarga chiqib gapirish bormi, yo bo'lmasam nima deydi, buncha talabani o'zi yo'q edi. Elchixona tomonidan bunaqa imkoniyatlar ham yo'q edi. Endi o'zi qoralab tashlasam bo'lmaydi. Shuning uchun endi bu 10 yil, 15 yil oldingi gaplar. Shuning uchun bugun imkoniyatlarimiz zo'r. Mana shuncha yo'lga Seuldan kelib akam masjidda o'tiribdilar. Zarurmi deyni. Lekin kelib mana shu yerda bizga madad bo'lib, sizlarga quvvat bo'lib, ishonch bo'lib, ishonish sizlarda hammamiz ishonchimiz. To'g'rimi aka? Kelajak bu baland parvoz gaplar emas. Shuning uchun bolalar endi gapirsam gapiraveraman. Umumiy gap, yana takror aytaman, biznes haqida men bugun gapirmadim. Bugun faqat aytadigan maqsadim nima bo'ldi? Fundamentni kattaroq, balandroq qilib to'kishimiz kerak, universalniy soldat bo'lishimiz kerak. Shaxs sifatida faqat madaniyatga ko'proq e'tibor beraylik, kulturaga, etiketga, o'g'il bolalar, ayol kishiga yo'l berish bor, xizmat qilish bor. Mana shunaqa tomonlarimiz men ko'cha-ko'yda ko'raman, ozgina oqsab qoladi. Shunaqa narsalarga e'tiborli bo'lib, etiketni zo'r rivojlantiraylik. Endi yana nima gap qoldi? Hammasini aytib bo'ldimi? Bir ikkitalar o'zi sekin uxlab qolyapti qarasa. Ha? Rahmat sizlarga. Agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, hayotlaringizda 1 sekund qachondir eslab qolib yordam qilsalaringiz, yana takror aytamanki, bu dunyoga kelganim bejiz emas ekan. Salomat bo'linglar. Qambaral aka, katta rahmat.